Bilasizmi, nimaga erkak kishi xiyonat qilsa ham o'zini rafiqasidan voz kechmaydi? Chunki erkak kishi juda ham aqlli. U aqlan biladi nima ish qilayotganligini. Ya'ni gaplashayotgan yoki hozir xiyonat qilayotgan odami aslida bu vaqtinchalik qaysidir yetishmayotgan bo'shliqni to'ldirib olish uchunligini juda ham yaxshi biladi va u hech qachon turmush o'rtog'ini, rafiqasini gaplashayotgan odam bilan tenglashtirmaydi ham. Yomonlashi mumkin. Orqasidan misol uchun menga mana bunaqa qilmaydi, u deyishi mumkin, lekin hamma erkak uyga kelganda ayoliga albatta yaxshi gapiradi. Ayolini ko'yniga qaraydi, ayolni yo'qotishdan qo'rqadi. Chunki uni uyda qirolichasi o'tirgani, uni ko'z ochib yumgani va bolalarini onasi o'tirganligini juda ham yaxshi biladi. Va uyda o'tirgan rafiqalar bitta narsani juda ham yaxshi tushunishi kerakki, siz o'rningizda bo'lishni xohlaydigan ayollar juda ham ko'p. Va erkak ahmoq emas, uni miyasiga 10 ta ayol kirishi mumkin, yoki nafsiga qul bo'lib hozir qanaqadir xato qilishi mumkin, qaysidir tajribalardan hozir o'tishi mumkin, lekin u juda ham yaxshi biladi. Uni rafiqasi bor, uni qalbi band, aqli band, uni hayoti bandligini.